أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli talibul ilmlar, darsimizga xush keldinglar. Bugun darsimiz tunugungi darsimizningki davomi. Balkim har kuni bu darsning davomi bo'ladigan o'xshaydi deb qilishinglar mumkin. Çünkü bu bir kunlik tebliğ yoki bir qitimliq so'zlanadigan so'z bo'lmasdan bu bir butun namozga munosabatli masalalarni tafsiliy va mukammal bayon qiladigan bo'lg'achqa tunugungi darsimizda jamoat bo'lib namoz o'qish va jamoatga kim imom bo'lish va imom bo'lishning shartlari, sifatlari haqida to'xtalgandan keyin darsimizning oxirisida nafl namoz o'quvchi, farz namoz o'quvchiga iqtido qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi, bir farz o'quvchi yana bir farz o'quvchiga iqtido qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi, namozga iqtido qiluvchi o'zining imomi namozda duduqlab qilib qiroatni topolmay qolsa uning og'ziga keynida tug'an qori yoki qiroatni bo'ladigan kishi luqma sabbasi bo'lamdi, bo'lmamdi. Agar luqma sag'an, luqmani olgan kishi qanday bo'ladi, namozi buzilamdi, bo'lmamdi degan bu haqlarda darsimizni davomlashtirib kelgan. Bugungi darsimiz bo'lsa shu namozning ichida turib qilinadigan ba'zi ish harakatlar, yani namazga mukammalligiga ta'sir yetkazadigan, ammo namozni buzmaydigan, namozni boshqa qilayotmaydigan mushu ish harakatlar haqida bo'ladi. Yani masalan namoz o'quvchi namoz o'qib turib oldiga qaraydigan yoki osmonga qaraydigan va yoki qo'llarini medelatadigan, kiyimlarini o'ngshaydigan deganga o'xshash bir turkum ya'ni bir turlik faoliyatlar, ish harakatlarni qilsa, u ish harakatlar bilan namoz buzilamdi, buzilmamdi. Bu ish harakatlar namozga qaysi darajada daxl yetkazadi, yetkazmaydi. Mana bu haqda biz to'xtalmoqchi. Faslun yukrahu lil musalli ay ya'basa. Bu mana namoz o'quvchining namozning ichida turib qilish cheklangan, to'salgan yoki qilsa yaxshi bo'lmaydigan qiliqlarni bayon qiladigan bir qism. Namoz o'quvchi kishi uchun namoz o'qib turib o'ynishish, ya'ni behuda gap qilish yoki behuda ish faoliyatlar bilan shug'ullanish, masalan yoki o'zining kiyimlarini, yerlarini azdirib turib o'ngshab qo'yish, namoz o'qiyotgan o'rinlarini o'ngshab qo'yish, kiyim-kechaklarini ratlash, joy namozlarini tuzlash deganga o'xshagan bunday qiliqlarning qilinishi bu makruh. Buning dalili Payg'ambar alayhissalatu vassalam deganlar uchun innalloha kariha lakumul abasa fis salati. Haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala selim musulmonlarning namoz o'qiyotgan holatinglarda fil salat, namoz o'qiyotgan holatda namozda turib abasli, ya'ni ortiq ish, behuda ish, foydasiz ish, abas degan foydasiz ishlar bilan shug'ullanishinglarni Alloh yomon ko'rdi degan. Bu hadisni İbn Mubarak Az-Zuhd degan kitobda chiqargan. Yana masalan bu hadis innalloha kariha lakumul abasa fis salat var rafasa fis siyam va dhikra indal maqabir degan bunda haqida kelgan. Alloh taolo sizlarga
namoz o'qiyotgan holatingizda namozning ichida turib yomon ish harakatlar bilan shug'ullanishinglarni yomon ko'rdi. Ro'za tutgan holatingizda ro'zada turib unda fisq fujur ya'ni buzuq ma'nat ya'ni og'izdan chiqarib bo'lmaydigan gaplarni qilishdan yomon ko'rdi va qabristonliklarda kulishni yomon ko'rdi degan bu hadis bor. Endi bu hadis gerçi zaif hadis bo'lsa-mu, ammo bu hadisni umumatan boshqa hadislar nima qiladi? Ya'ni ta'kidlaydi. Bir shuna bu namoz o'quvchi shunday kiyimlarini o'shab qo'ydigan namoz o'qib turib yoki ko'zlarining ishoralari bilan namoz o'qiyotganlarga atrofidagilarga ishora qilib qo'ydigan yoki o'zininki namoz o'qiyotgan holatida jay namozlarini tuzlab qo'ydigan masalan yoki u yerlar az turib ko'p turib qichishib qolgan bo'lsa uni qashlab qo'ydigan bir narsa chekivog'ini qopgan bo'lsa o chekivog'an narsani qopgan narsani dafa qiladigan bundoq faoliyatlarni yomon ko'rdi. Qilishni Alloh taolo yomon ko'rdi. وَلِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ ikkinchi birisi shuning uchunki u behuda so'z harakatlar xushuqqa ya'ni xushuq degan namoz o'quvchininki namozda qattiq xor yavash ichi pushuq xuddi so'roqchining oldida turgan kishi beshini sangultib bechora turgandek turishni ko'rsatdi. Mushu xushuqqa nima qiladi? Daxli yetkazadi ya. Uni ziyon soladi. Endi Alloh subhanahu va taolo kamil namoz o'quvchilarning gapini qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun degan yerda allazina hum fi salatihim khashi'un deb mana namozda xushu'ni alohida bizga so'zladi. Demak, namozning asosli ma'nosi nima? Uning ma'nosi xushu'. Xushuqqa daxli yetkazadigan, xushuqqa ziyon soladigan har qanday ish makruh. Garchi namozni buzmasa bu. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rajulan ya'basu fi salatihi. Yani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odamning namozining ichida turib behuda ishni qilganligini ko'rib dediki amma haza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Mana bu odamning agar qalbi qo'rqqan bo'lsa Robbidan, men Robbimning oldida turibdimi, bandichilik qilib qo'ydim. Hozir Rabbimga yuzlandim, hozir qiblaga oldimni qilibdimi, tahoratni etdimi, joy namozga chiqibdimi, Robbimga qulchilik qilg'ili qopabdimi deb Rabbi bir namozni qo'rqqan bo'lsa, uning ustug'onlari, putqonlari qo'qitdi. Ya'ni uningda bir xil xorlik, ojizlik, ichpushuqlik, g'ariblik, bechoralik ko'rinibdi dedi. Endi u unda emas, ammo bexiyol holatda o yerlarni qashlayotgan, kiyim-kechaklarni o'ngshayotgan yoki ertak va tarafga ko'zini ishorasi bilan qolayotgan bunday holatning o'zi odamningki namozni xushu' qilmaganligini ko'rsatib berdi. Shuning uchun bu namoz o'quvchiga makruh buni qilish. Ikkinchi birisi mana bu haqida hadislar ev yufarqi'a asabi'ahu lima zakarna. Yoki bu namoz o'quvchininki barmoqlarini giralashtirsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki namoz o'quvchilarni namoz o'qiyotgan vaqtda barmoqlarini giralashtirib qo'yishdan to'sdi degan bir hadis bor. Biz yuqorida degan hadisga Payg'ambar alayhisollamninki abastin, ya'ni o barmoqlarini chiqaradigan, qas chiqaradigan yoki bir-biriga barmoqlarini giralashtiradigan, masalan, qo'llarini silab tutib qo'yadigan bunday ishlar bir abasdan ichiga kiradi. Behuda ish, foydasi yo'q, namozga foydasi yo'q ishlar. Bu hadisga asosan validahi alayhissalom o Payg'ambar alayhissalomning shuningdan to'sgan hadisi bor. Bu hadisga asosan
bu hadisga asosan bu barmoqlarini bir-biriga geraleştirişi va yoki geraleştirişi ya qas chiqarishi masalan unda so'zib qo'yishi buning hammasi makruh namoz o'quvchiga aw yatakhassara yoki yatakhassara qo'lni bildi qo'yib turishi masalan biz oldingi boblarimizda degan namoz o'quvchi qo'lni o'ng qo'lininki ustida ya'ni o'ng qo'lini so'l qo'lining ustida beg'ichig'ichilik holatda tutib kindikining ostida turdi deb darsimizda biz degan. Endi namoz o'quvchi belga qo'lni qo'yib bundagina belni tutuqliq xuddi qo'lini kindikining ostida tutib emas, endi bir cho'ng mo'tabar odamni bo'lib qolsa odatda oldimizda qanday turimiz bolalar. U vaqtda qo'limizni tashlab turamdi, yamda belimizni tutib san'atchidak turamdi yoki qo'limizni qo'l qo'shtirib oldida tik turamdi o'ylab boqinglar. Bu Alloh taolaning oldida turadigan ish bu. Shuni bu yerda bel qo'lini belga qo'yib turish bu namozningki ichidagi abas ishdan birisi. Li'anna fihi tarkal waz'al masnun. Chunki bu qo'lni belga qo'yib turganlikda sünnet bo'yicha qo'lni qo'yishning tark etish var. Sünnetde kelgini o'ng qo'li bilan so'l qo'lini tutish, beg'ichidan kindikining ostida qo'yish, ching tutish, uni tashlab atmaslik, barmoqlarini karib tutmaslik, yomon yuvazlik, normal holat qo'yish degan. Mana bu vaz'al masnunni tark etish var buningda. Va lanahihi alayhissalom an zalik va payg'ambar alayhissalatu vassalam shuningdan to'sqan, ya'ni shuningdan to'sqan Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda İmam Buxoriyning hadisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan to'sqan va huwa o yatakhassar degan vad'ul yadi alal khasirati qo'lni belga qo'yganlik mana bu. Demak bu ham to'suluqliq aw yaqisa sha'rahu yoki cheshni yumulaqlab tugib xuddi mana salla atgan axunimninki sallasiga o'xshash yumulaqlab mushu gadinga chigib qo'yash bumi makruh namoz o'quvchininki namoz o'qiyotgan holida. Va huwa ay yajma'ahu wasata ra'sihi aw yaj'alahu dafiratayn. Endi bu chashni tugish degan nima desa, o namoz o'quvchi chashni beshning o'ttirishqani mishiyaga va chashni bundoq qobbagan chash var ya, shu qobbagan chashni bolalar yig'ib bunda chigib bunda tüp akilib bo'ppada yerda qo'ygan bir ish var. Bu durust emas. Yoki bu chashni ikki uram qiladi. Oldi bilan chashni ikkiga uraydi. Ikki uram qiladi. An fayaqidahu fi muakhir ra'sihi. Am bu chashni ikki uram qilib, chashni shu 5ninki oxir tarafida ya bu gadan tarafga chigib qo'ydi. Kama yaf'aluhun nisa ayol kishi qilgandek. Endi ayol kishi bu chashlarni, uram chashlarni shunday qiladi. Ma'lumda er kishiga nisbatan bu xuddi ba'zan uzun chash qo'yadigan ishlar va uzun chashni uzun qo'yib, am ba'zida uni ikki uram qilib bundaq nima qiladigan, ba'zan chashlarni bundoq akilib qilib uni qo'yadigan, gadanga chigib qo'yadigan bundaq ishlar bor. Bunda holatda qilish u namoz o'quvchiga nisbatan bu makruh. Li'annahu sallallohu alayhi va sallama naha an yusalliya ar-rajulu va ra'suhu ma'qusun. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam bir odamninki beshi ya'ni beshi chigilgan holatida namoz o'qishdan to'sqan. Mushu hadisga asosan bu makruh. Ya'ni bu makruh tahrimi emas, makruh tanzih holatdagi makruhlar.
ev yesdule sevbehu yoki kiyim kechakini sangultish. Bu mu mekruh? Linehihi aleyhisselam en sadle. O Peygamber aleyhissalatü vesselam'ınki kiyim kechakni sangultishdan tosqan bir hadisi var. Yani bu hadisni Ebu Hureyre'den rivayet qilib, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi chiqargan, Sahih İbn Habban'da chiqarilgan hadislar mursal hasan hadis. Ve huve en yec'alehu ala ra'sihi. Yani bu kiyimini sangultuş, taşlaş degan qandaq degan chaqda namaz o'quvchi bir kiyimni 5 qa otidir. Masalan bir ayollar cho'ng bir yog'liq deymiz, masalan bir parcha rah yoki cho'ng bir yog'liq. Bu yog'liqni akilib lam kallisqa shunda tashlaydi. Yoki bugungi kunda abayı masalan ayollarning to'ni yoki shuning o'xshaydigan cho'ng bir kiyim, uni kallisqa lam tashlaydi. Sümme yursilu etrafahu min cevanibihi. An o kiyimninki tört tarafını beşninki taraflardan yani kallis kışında taştıganlıkin tört tarafını sangultup kobrtkan iş var. Liannahu min sani'a ahlil kitab. Çünkü bu ahli kitabninki kılgan kılıqıya var. Aynı zamanda da ahli kitapla bir tal çoğ rəxni yoki bir çoğ bir şirişab deb qo'yamiz, shunga o'xshagan bir narsani o'zini beshiga otib shundalam tashlab atgan gap. Tashlab olgandan u ba'zida lapdanishib qoladigan ish va yoki uchiblam o'lib keyniga tushib ketadigan, eshitib qoladigan ishlar bor. Ammo uni bir itib yani bağlaydıgan, bağlap kılmay ya çın kılmay. Bazı şunda ruku kılgılayotgan halda aldıgan nima kılıvadı, sellivalıdı. Veya ki secde kılgan çağda şarrıda çıkıp gitip eşip kalırgan işlolap kalıdı. Bunun etrafı nima kılmak olağanlığı itilmegen boğanlığı. Şu bunda halda namaz okusa, namaz okuyacağı kuşu okuza boğmaydı. Bu kıl alette namaz okuştun toskan. Ev yuq'aya yoki fallakini xuddima o'rtug'anga o'xshagan pallakini yada ikkita pallakini yada qo'yib bunda bir o'tirish va buningdan bu makruh. Li hadisi Abi Zar radhiyallohu anhu. Buningma Abi Zar radhiyallohu anhu'nki bir hadisi va shuning asosan qala nahani khalili an salasin. Meni halilim, bu halilden kim maksad dese Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maksad. Bu şu Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 neslini tost etti. Birincisi en kura nakrat dik. Nemeninki Xorazning çokuğandek çokuştun tost etti. Yani namaz okugan çağda xuddi Xoraz danni çokumakçı olsa şu tak çokudu ya. Şunun o'xshagan beshini ruku qiladi, ko'taradi, sajda qiladi, ko'taradi, sajda qiladi, ko'taradi. Şunun o'xshagan nayt tez endi. Ana bu yerdagi o'xshatish tezlikda o'xshatadi. Shu to'qig'ima, ya'ni to'qig'a dan chechib bersak, u to'qi danni elish uchun cho'quydi, og'ziga soladi, yeydi, cho'quydi, og'ziga soladi. Ma'nodan to'sgan payg'ambar alayhisalom. Xuddi namoz o'quvchi to'qi dan cho'qig'andek tez ruku sujudlarni tez qilib o'tishdan to'sdi. Ev uq'aya iq'a'al kalbi yoki itning o'ltig'indek o'ltirishimdan to'sdi. Yani o'ltirishimdan to'sdi. It qanday o'ltirdi desa, hammanglar bilasizlar, oldi ikki putni, ya'ni ikki qo'lni tik bunda tiklab qo'yib, qo'ng'ini yerga yemlab putini keyni putini yeyib o'ltirdiga mana bu shunday o'ltirish. Yani namoz o'quvchi namozida pallikini yerda qo'ydi. Anidan keyin oldiga ikki putni chiqirdi. Oldiga ikki putni chiqirib, o ikki putni maydasiga yemlab o'ltirdi. Maydasiga yemlab o'ltirdi.
xuddi pallikini yerda qo'ydi, biz hozir nima deymiz? Shu xil holatga o'ltirishni deymiz. Ya'ni iqo degan pallakni yerda qo'yib, oldi ikki putimizni ko'tarib, tizimizni maydimizga akilib, tizimizni bunda o'ltiradigan bir ishlar bor. Şunun o'xshash o'ltirishni. Av abtarisha ibtirasha sa'labi yoki bir xil niminiki tulkininki tutini ko'p qilib ya'ni masalan tulka bir narsani tutmoqchi bo'lsa, shundoq og'izni ustun chiqargan chog'da uning yuziga zag'a qilib qo'lini qo'ydi-ya. Shunga o'xshash sajda qilgan vaqtimizda xuddi sochqan kamadin chiqilib qopgan yo tushqan ustun chiqilib qopgan chog'da kallasi qo'li munda turgandek sajda qiluvchi bu qo'lini yerga qo'yib turib qiladi, mushunda qilishdan to'sqan deydi. Val iqa'u iqa degan ay yaquda ala alyatayhi va yansiba fakhzayha. Mana bu debdi. Iqa degan pallikida o'ltirib ishga lotni tiklash. Va yadumma rukbatayhi ila sadrihi. An tizini maydisga yemlash. Va yada'a yadayhi ala al-ard. Qo'lni zaminga qo'yish mana shu. Mayada hamma bilasizlar, ko'z qo'yg'ili bo'lmadi, o tushunishlikka yana shu pallakni yerga qo'yib, tizimizni shunda yig'ib, maydimizga akilib, qo'limizni tizimizning ustida qo'yib olsaqmi bo'ladi yoki yerga sang'ilto qo'limizni tashlab o'tirish. Bu namoz o'qishda, namoz o'qiganda manda o'ltirib o'qish bu makruh bu. Tahrima, xato bu, to'g'ri emas. Av yeltafita dedi. Yoki namoz o'qiyotgan chog'da bunaqina o'ng so'l tarafdagi buni kalimizni yerim qilib buni qalab qo'ydigan, buni qalab qo'ydigan bu xil holat bo'lmaydi. Yoda osmonga buni qalab qo'ydigan masalan bu bo'lmaydi. Li'annahu sallallohu alayhi va sallama naha anil iltifati fi salati. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam namozda o bu yoqqa qarashni to'sqan. Yoki ko'zimiz bilan qaraymiz, ya'ni bu yoki beshimiz bilan bu qalash chiqli bo'ladi ya. Ko'zimiz bilan, ya'ni ko'zimizning quyruqini bunda qilib qaraydigan gap. Yoki boshni azroq moyil qilib turib, o'ng sol tarafga azroq moyil qilib turib qarash. Bundan payg'ambar alayhisalom to'sqan va qala va deganki tilka khalsatun yaxtalisuha shaytonu min salatikum. Bu mana bir o'g'irlash. Buni shayton sizlarning namozingizdan o'g'irlaydi degan. Bu xil bu namozdan o'g'irlash. Chunki bir odamning zehnini butunlay namozga birish, namozga bag'ishlash, namozga bütün o'zi namozga kirib ketishdan o'g'irlash uchun shayton minni ko'ksitib, bu bir narsani kallasiga ketkizib, shu orqali azroqgina diqqatini tortib, shuni bilan ko'zimiz unga qaragan yoki beshimiz bilan azroq qarab solgan bunday ish bo'ladi-ya. Mana bu to'salgan ish bu. Namozdagi makruhatlar bu. Bundan saqlanish kerak. Aw yatarabba'a li g'ayri uzrin. Yoki hamda uzrisiz chazani qushib o'ltirish, ya'ni pallikini yerga qo'yib, tutini yig'ib chazani qilib o'ltirish. Bu mu namozda to'salgan ishning o'zi. Hamda o'zri bulab qolsa, qanda desa, ba'zida odamlarniki hozirgi kunda bulaqmi shu. Qonga may o'tib ketadigan bu bir ahvollar. İkinci birisi ortiq semirib ketadigan ahvollar. Üçüncü birisi tizi og'ib qoladigan revmatizm bir odamlar bor-ku. Revmatizm bo'lganlik uchun revmatizmning sababidan tizlanib o'ltirolmaydigan. Yani to'rtinchi birisi tizlanib o'ltirsa, uningki shu biliq go'shi qattiq og'rib
o'ltirolmaydigan. Bu sababli namozdagi diqqat chekib ketadigan yoki namozni tez o'qishga sababchi bo'ladigan, xushu-huzur yo'qolib ketadigan bunda holda bo'lib qolsa, bu vaqtda namozda durust, xuddi ba'zi masjidlarga kirsanglar, yashinib qolgan odamlar paltangda turib namoz o'qiydi-ya, shunga o'xshash. Aslida ularning bak semizlikdan o'ltirolmaydi yerda. O'ltirolmagandan keyin paltangdan birini, ya'ni o'rindiqdan birini akab beramiz. U o'rindiqqa minib o'ltirib, andin yana o'rindiqqa sajda qiladi. Chunki bak bir egilib sajda qilay desa, aning qo'shiqi oldiga chiqib qolgan bo'lg'achqa egilanmagan, yoki bir harakat qilolmagan vaqtida shunga bunda bir o'zrilar bo'lib qolsa, bu jazoni o'ltirsin yoki o'rindiq ustida o'ltirsin, ya igiz bir yerga minib, xuddi bir eshakka mingandek minib o'lsin bo'ldi. لأنه يخل بالمقعود المسنون. Çünkü bu xil o'ltirish aldı bilan bu sünnetde ko'rsatilgan o'ltirishga qarshi bo'lgan. Zid keladi bu. Daxli yetkazadi. Bunda bo'lganlik uchun o sünnetde ko'rsatib beraymiz. Qaysi kuni darsimizda o'ltirdi, qanday o'ltirdi deb putida o'ltirdi, o'ng putini tiklab o'ltirdi, barmoqlarini qibla tarafga qanday qildi, qaratdi deb ko'rsatdik-ku biz. Sünnet bo'yicha o'ltirishga o zid kamchilik yetkazadi. Bu bir. İkinci birisi vali ennaha cilsetul cebabira. Bundaq o'ltirish, ikinci birisi şunun çünkü bu o'ltirish zo'migarlarning, yo'g'on qo'qlarning, no'chamlarningki o'ltirishi bu. Hamda ular tizilib o'ltirsa ko'nmabdi emas. Qanday qilamiz hamda oxunimdek madrasadan tortib tizilib o'ltirib ko'nmagandikan, ya biz Bishkentga tizilib boqmagandikan xolislar. Hamda qanday qilibmiz? O'yna ko'nab qolibmiz, shunda o'ltiribmiz deb o'ltirdigan javoblarning nimasi o? Odati. Ya'ni o chazani qilib o'ltirish zo'migar, cho'ngchi, mutakabbir, bunda odamlarning odati. Bunda odamlarning o'ltirishi bor. Shuna bu yerda Alloh taolaning oldida qanday o'tirish kerak? Qul deb o'tirgan ya bucha. Qattiq bechora, ojiz, xor holatda o'ltiradigan bir ahvolda uning aksicha bunda yo'g'on qo'q, cho'ngchi tizlanib o'tirishga kelsa, biz tizlanmaymiz biz Bishkentga tizlanib boqqan emas, yo tizlanganlarning avlodi emas deb o'ltiradiganlarning odati ma'lum. Shuna bu bo'lmaydi. Hattoki qalu o ulamalar dedi, tukrahu xarija salat ardan. Bundaq chazani o'ltirish namozning sirtida makruh bo'ladi deb qo'ygan. Chunki musulmon degan yavash, kamtar, bir xil oddiy bo'lganlik uchun namozning sirtida yukinib o'ltirishga odatlanish kerak. Chunki Jibril alayhissalom Rasulullohning oldiga kelgan chaqda tizlanib, yukinib o'ltirdi. Ama o'zri bo'lib qolsa, onunğa şeriat ruxsat qiladi. Ev yuqallibal hasa. Yoki hamda o'ltirib, buna sajda qilayotgan, sajda qilib qopsa, oldida tosh ekan, yoki tikan ekan, yoki igiz bas ya bo'lsa, qo'lda uni sürtib, ya'ni silab, tuzlab o'tish yoki ushshaq toshlarni örüp tuzlab o'tish bu makruh. Li'annahu abas, çünkü bu bir hüdü işe var. İlla li zurura, illa li darura. Biroq zürret üçün bo'lsa bo'ladi yana shuna. Qanday zürret üçün? Ama sajda qilay desa, peshonisini og'itib soladigan yoki qonitib soladigan yoki peshonni qo'yg'ili bo'lmaydigan bo'lib qolsa, tuzlab o'tish uchun bo'ladi. Ve kavlihi aleyhisselam ya Abazar merreten evzar degan. Ey Abazar ya bir qitim qilgin yoki qilma, qo'ygin uni deb Rasululloh degan. Shunga bu xil ishlarni bir qitim qilsa bo'ladi. Aw yarudda salama bi lisanihi li'annahu min kalamin nas. Yoki namoz o'quvchi
tili bilan salomni qaytirish bu namozga muxolif ish bu. Birisi masalan namoz o'qiyotgan holatda assalomu alaykum deb kirgan bo'lsa, endi Qur'oni Karimda salom qilinsangiz salom qilinglar deb deganligi uchun endi assalomu alaykum degan namozni buzib solmaydi. Chunki u ibodat, bu bir ibodat. İbadet bo'lganligi uchun bu namozga zid keladigan ish emas deb solsa buni bilan namoz bo'ladi. Nimishqa? Li'annahu min kalamin nas. Chunki odamlarning so'zi. Garchi u ibodat bo'lsa-mu, ammo salomni qaytirilgan salom insonning so'zi. Insonning so'zi bo'lganligi uchun kalomulloh emas, Allohning kalomi emas. Bu vaqtda bo'lmaydi. Av biyadihi li'annahu ma'na salam ya qo'li bilan masalan namoz o'qib assalomu alaykum deb demagan bo'lsa, bunda ishorat qilib qo'ysa, yoki qo'lni bunda qilib qo'ysa, ya 5 ta xuddiki bunda ishorat qilib qo'ygan bo'lsa, ilik aqmiz deb salomni. Bu to'g'ri emas bu. Chunki bu namozdagi abas ishlar, behuda ishlar, bekor ishlar. Ammo buningga kelgan chaqda to'g'risi bu makruh emas. Qanda degan chaqda mana Ibn Umar Suhayb Biloldan rivoyat qilgan hadisda anna nabiy sallallohu alayhi va sallam kana yaruddu ala man yusallimu alayhi va huwa fi salat dabban. Mana payg'ambar alayhisolatu vassalam o'ziga salom qilgan kishiga namozda turgan holatida javob qaytirdi. Bil isharati bi yadihi, qo'li bilan ishorat qilib deb bir hadis bor. Bu İmam Buxoriy, İmam Muslim bu hadisni chiqadi, yani Abu Davud chiqadi, Tirmiziy sahihida unda bir hadislar bor. Shuning uchun bu makruh bo'lmasligi mumkin, Alloh alam. Aw yatamatta aw yatasa'aba. Yoki bu nima qilish, ya'ni yatamatta, yani yoki namoz o'quvchininki mushu minishi bir narsaga minishi yoki aslishi, buni asnab og'izni echib bunday qilishi bu to'g'ri emas. Li'annahu sallallohu alayhi va sallam naha an at-tasa'ub fi as-salat. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam namozda turib asnashdan to'sdi. Endi namozda turib asnasa bir odam uning qo'lini opirib to'sib oladigan ishlar bor. Masalan, bu bir harakat, hamda namozdagi harakat. Bu xil harakat bu durust emas. Tasavvufdan. Ammo aslimisi zodi bo'lmaydigan darajada bo'lib qolsa, asnab qolsa, asnash uchun o og'ziga qo'lini opirib to'sa olish bu durust. Chunki o shariatda bor ish. Fain g'alabahu kazaba mastata'a. Agar u asnash u odamga g'olib kelsa, kuchining yetishicha yutadi. Og'izni yumib chinda yutadi. Va wada'a yadahu ala famihi. Qo'lni og'izga qo'ydi o'chadi. Deb ashur. Og'izni echib kamadek toza asnavamay, ammo og'izni yumib turib, qo'lni og'izga qo'yib to'sibadi. Bizalika amara alayhissalom mushuning buyurdi payg'ambar sallam, agar bir songa asnak kelib olsa, asnimisin, agar asnash g'olib kelib qolsa, qo'lni og'izga qo'yvasin. Bu namozning ichida ish bu durust. Chunki bunda işte ne chiqdim bo'lgan, mana payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining bolalarini Imom Hasan, Imom Husaynni namoz o'qib turib boyonlariga oldi. Bu ishlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib turib oldi, gildir 2-3 qadam oldi, yana keyinga yondi. Sahobalar namoz o'qib bo'lgan chaqda, "Voy ya Rasululloh, nima uchun oldinlarga bir yanillar, keyinga bir yanillar" deganda, payg'ambar sallam, "Men jannatning saflaridan bir safni ko'rdim, uni bir uzay dedim. Shuning uchun oldin bo'lmadim. Do'zaxni ko'rdim, qo'qab keynimga yondim" deb Rasulullohning nurg'un hadislari bor. Mana bu hadislardan namoz o'quvchi azroq harakat qilsa bo'ladi. Ammo namozda buzmaydigan harakat qilsa desa, shu namoz o'quvchi o'qimaganlar bunda qolib
ama namoz o'qitibdi deydigan holatga harakatni qilsa bu bo'ladi. Ama voy ma namoz o'qimayotgancha voy qolib menga qolaydi yo oldi keyinga yanib yuriydi masalancha bu bo'lmaydi. Ama namozning ichida bo'lsa bo'ladi. Masalan, birinchi rakatda bo'sh o'rin bor, ikkinchi rakatda turib qolibdi. İkinci rekatdagi odam birinchi rekatdagi bo'sh o'rnini to'lg'izash uchun oldiga o'tsa bo'ladi. Agar oldidagi imomning tarixi yo'qlab qolsa, keyingi to'g'adab oldidagi imomning o'rniga o'tib namoz o'qish uchun o'tsa bo'ladi. Masalan, bunda aytganlar bu durust bu. Ev yughmiza aynayhi ya ko'zni yumib olsa, namozda turib ko'zni ching yumib turish bu makruh. Li'annahu alayhissalom naha anhu. Chunki payg'ambar alayhisalom undan to'sqan. Bu hadisni İbn Abbas'tin İmam Tibrani El-Kebir namlı hadisda çıkardı. Yani bu hadis bu zayıf hadis. Ev yahudda tesbiha evul ayat. Ya ki tesbihleri. Mesela rukuda Subhane Rabbiyel Azim'de 3 kıtım deydi. En tüvende Subhanallah'ını 3 kıtım deydi. Mesela şu. Muşulini köngülden kolda sanaş. Bu makruh. Ya ayet ne? Oğan ayet. Ben bir ayet okudum, 2 ayet okudum, 3 ayet okudum. Oğan ayetleri sanaş bu makruh. Ve kâle Ebu Yusuf la yukrahu. İmam Ebu Yusuf rahimullah makruh olmaydı dedi. İmam Ebu Yusuf rahimullah bu makruh olmaz. Nimişka ve huve rivayetun en Muhammedin. Ve bu İmam Muhammed'in bu bir rivayet. İmam Muhammed başında degen. Ya o makruh emas. Çünkü o netçe kıtım tesbih etti, netçe ayetini okudu. Bunu okuğucu kişi bilmesi olmaydı. Bunu bilmesi olmaganlıkın hem sanımızı erişip gidiyor. Ya bir kıtım emas, 2 kıtım emas, 3 kıtım emas erişip gidiyor. Şunun için bu zürür bu. Zürriyet yüzüsten sanısa buludu, kol bilen sanısa buludu. Ve anhu mislu mezhebi Ebi Hanife. Yine İmam Muhammed'in İmam Ebi Hanife'nin mezhebine okşayan bir karışma var. Yani la yecuz. Durus emas, makruh diye bir karışma var. Hem İmam Ebi Hanife'nin ki İmam Ebi Yusuf'un delili li Ebi Yusuf'a İmam Ebi Yusuf'un delili enne sünnete veradet bi kıraati ayatin ma'dudetin fi salat dedi. Yani hadiste bir netçe sanaklık ayetlerini okuş geldi namazda. Anca ayet manca ayette okuş geldi. Ve la sebile ileyhi illa bil adet. Yani bununla yol yok fakat sanaş öyle. Mesela tüvünü 3 ayet ya ki 3 ayetke beraber kılınılan bir ayet veya ki bir sure en tüvendi bir sure de var. Mesela kısarıl mufassal, tivalı mufassal, evsat mufassal dep tünegendiği şuna bak. Yani aşında boğan diken o da sanı misal Subhane Rabbiyel A'la'nı ya da Subhane Rabbiyel Azim'ni ya da okuyan ayetin sanı misal o ukanmaydı da sana zürür ihtiyaç. Bunda oğandakin ayetini sanısa bunu da çünkü hadiste var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 50 ayet okuttu, 30 ayet okuttu, 20 ayette okuttu de manda ne mi var? Hadisler var. Hem de 20 ayet, 30 ayet, 10 ayet ya ki 60 ayet miktarı okuttu diğerlikten olsa sanı kallık okuttu burada. Sanı mesela bu muhallak için bu duruz. Ve anhu ennehu ecaz zalike fil nefle khaseten. İmam-ı Ebu Hanife rahimahullah'ın rivayet kılınıp cezmen İmam Ebu Hanife bunu nefledi durust yapardı khaseten. İmam Ebu Hanife nefledi bunu. Nefle namaz okuyan kişi sanap okusun bunu. Subhan Rabbiyel A'la'nı sanırsın, Subhan Rabbiyel Azim'ni sanırsın, okuyan ayetlerini sanırsın, sürülerini sanırsın. Ama manca ayet okudum deyip sanırsın oduruz. لِأَنَّهُ سُومِحَ ف۪يهِ مَا لَا سُومِحَ فِي الْفَرْزِ. Çünkü bu neflide perizli kılınmayan kengçilik kılınmayan. Nefli degende perizli yok kengçilik var. Bu. Ve li Ebi Hanifete İmam Ebu Hanife'nin delili ennehu in addehu
biyadihi yuhillu bil vaz'al masnun. Bunday. İmam Ebu Hanife makruh deyishning sababi bunda. Agar odam bu oyat yoki tasbihni qo'li bilan sanasa, vaz'il masnunga sunnat bo'yicha qo'lingizni qo'ying degan bu xil o'lchamga daxl yetkazib so'radi. Masalan, qo'lni munda qo'ying degan bo'lsa, munda 1, 2, 3 deb manda qilib yumib, ichib qilsa, bu sunnatga xilof bu. Endi qo'lni sanamisi bo'lmaydi desa, ta'ashbahal abas, unda o holda bu bir xil bihuda, bekor ishga o'xshab qoldi. Vaqad qala alayhissalom kuffu aydiyakum fi salat, payg'ambar alayhisalom namozda qo'llarni yig'inglar degan. Inga midili tutarishdan yoki qo'llarni bir harakatlantirib qilishdan yig'inglar, to'xtanglar degan. Böyle yeni bir elistimi varken haraca alayna Resulullah. Bizga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Andide mali arakum rafi'i aydikum. Nimbolda mağa sizlerin qo'llarni ko'targanliklarini ko'rma. Kannaha aznabu haylin shumus. Xuddi o böyle jim tumaydigan atninki quyruqiga o'xshash. Jim turlar namozda dedi. Bunda bo'lganlik uchun qo'lni sanasa yumib echib karib qilish to'g'ri kelib qoldi. Bu bir namozninki nimishga vaz'al masnunga daxl yetadi. Va in addahu biqalbihi, agar u kishi qo'li bilan hamda sanamay qalbi bilan sanab qolsa, ko'nglida bir qitim o'qidim, 2 qitim o'qidim, 3 qitim o'qidim deb qalbi bilan sanab qolsa, yashg'uluhu anil xushu'i. Bu san uni xushudan nima qiladi? To'sab soladi. O'chaqda kallasi shu zehni sang'ilan bo'lib ketib, sanni o'ylab ketib, nechchini o'qigan deman, nechchini degan deb, xushudan ayrilib qoldi. Bu namozning taqi ruhiga, namozning asli farzligiga daxl yetkazadi. Shunday bo'lg'achqa u sanamaydi. Ta'ashbahat tafakkura fi umuri dunya. Ambo yana shu sanash, qalbi bilan sanash, dunyoning ishlarini o'ylanish o'xshab qoladi. Ular dunyoning ishlarini o'ylanib, dunyoning ishlarini tafakkur qilib ketganga o'xshash. Bu durust emasdi. Wa ammal adadul masnun fayumkinuhu an ya'uddahu kharij as-salah wa yaqra'ahu fiha. Amma sunnatga loyiq bo'lgan san, ana namoz o'quvchi mumkin u sanni namozning sirtida sanab va uni namozda o'qisa bo'ladi. Masalan, namozning sirtida 10 oyatken yoki 5 oyatken deb sanib bilib, shu bo'yicha o'qisa. Masalan, alif lam mimdan muflihun bichilib o'qisak ya 5 oyatken ya 4 oyatken ya 3 oyat bo'lgan, men namozimda mushyadan mishyagichilik, ya'ni mas oyatning 5idan falan oyatning 5iga ya ustani safidan bukun safining 5igachilik o'qisam ya 30 ya 40 ya 50 oyat o'qitmaykan deb sanib olib namozni tashda o'qisa bo'ladi. Fala hajata ila al-adadi fi salat. Unda bo'lgandan keyin u namozning ichida sanashga bir ehtiyoj yo'q. Qala wala ba'sa biqatl al-hayyati wal-aqrab fi salat. Musannif deydi, yilonni o'ltirsa, namoz o'quvchi namoz o'qib turgan chaqda oldidan bir yilon o'tibdi. Namoz o'qiyotgan yo'ldan yoki yerdan yo qishig'i yilondan birisi kelibdi, chayondan birisi kelib chaqvog'li chayon kelibdi yo chayon o'tgan bo'lsa, bunda holda namozda turib uni o'ltasa hech qanday bir chadaq yo'q. Namozga buzilmaydi, daxlisi yo'q. Liqavlihi alayhissalom uqtuluhuma walau kuntum fi salatin. Ana payg'ambar alayhisalom bu ikkisini sizlar namozda bo'lsanglar o'ltiringlar dedi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyuribdi. Ila amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi qatl al-aswadayn fi salat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikki dona qarnasini namozda, yilon bilan chayonni namozda o'ldirishga buyurgan. Qala fa in akala, musannif dedi, agar yesa, ana namozda turib non yeyapti yoki nonni jiq yeb og'ziga duyulib oldirashchilikda namozga shuruq ketibdi yoki non yeb turg'lig'i, non yeb turgan vaqtda imom
takbir tahrimini başlap Allahu Ekber degan bo'lsa, o namazdan yutib o'tay deb yutib bo'lmagan tükürüp o'taysa taqa og'zidan nan ba holatda, yeyaglik holatda namoz o'qigan bo'lsa, ya'ni yesa yoki ichsa yoki namozni gap qilsa yo Qur'onni o'qisa, uning namozi batil. Ammo yeyish bilan ishga kelsak, chunki o namozdan bo'lmagan jiq ishni qildi. O yetmi deb og'izlarini midilatmak, tillarini midilatmak, zag'aqlarini midilatmak, jiq ish harakatlarini qildi. Bunda bo'lganlik uchun bu durust emas. Ammo gapga kelsak, payg'ambar alayhisolamning inna salatana hazihi la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas degan payg'ambarimiz. Haqiqatan bizning bu namozimiz o namazda adamlarning gapidan bir narsani deyish qilish o to'g'ri emas degan. Shunga odamlarning so'zi gap qilish to'g'ri emas endi bu yerda-chi. Masalan, qashimizda bir odamning birisi bo'lib, ya Yahya huzul kitob deb qo'ysaqmi bo'lmaydi, yoki huzul kitob deb qo'ysaqmi bo'lmaydi, bu gap qilish to'g'ri emas. Amma al-qira'atu min al-mushaf, Qur'ondan qira'at qilish Imam Ebu Hanife'nin mezhebi. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde Kur'an okusuma ne buludu? Namaz buludu. Mesela teravihli de qariden birse koluğa Kur'an'ı ipti. Ele kınak namaz okuttu. Yani ruku kılgan çağda koyaptı, secde kılgandan keyin ipti, varak örüptü, manda kılsa İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde buzuldu. Ve indahuma la tefsir. Bu iş göleninin nezri bozulmaydı. Li'annen nezra fil mushafi ibade. Çünkü Kur'an'a qalaş degan ibadet. Fala yufsiduha. Onu bozmaydı. O ibadet, o qarag'anlik namozni bozmaydı. İlla enne. Lekin mekruh oludu. Li'annehu teşebbuhu bi ehli kitap. Çünkü ehli kitap o'xshaganlik uchun nima bo'ladi? Mekruh oludu. Ve lahu İnkar yahmiluhu emri. İmam Ebu Hanife'nin delili, eğer Kur'an'ı okuyan kişi onu kötüyse, o emeli kesir. Çünkü o kötügellik birisi. İkincisi, ve taklibul evra. Varakını örüş eyler. O örüş, bu bir. Ve inkâne alel arz, eğer ziyadiken ya tekidiken olsa, fe innehu taallum, umutakı ügengellik, فإنه عمل كثير ومجد إيش أو فيفسدها أن نماز بوزدو خد أو başkalarını öğrengenler. Şuna bak kıraat yok karım tiravih namazı okumakçı ya ki teheccüd namazı okumakçı olsa Kur'an'ı kötürüp okusa Kur'an'ı kötürüp durup okusa qanday oldu? Ya kötüreş bir iş, bir amel varaqlash bir amel, tek varaqlanmay qolsa tükürüp bu varaqlaydigan ish bir amel, bu jiq ish bo'ladi bu. Xuddi bir bu durust emas. Yada qo'yib o'qisachi desa butun diqqat yada Qur'onga qarab qilib, andin buni igilib varaq o'riydigan bundaq ahvollar bo'ladi. Bu ta'lim bu durust emas. Ammo avvalo durust dedi va jumhur ulamolar bunga durust deydi. قال وكذلك إذا أن أو تأوها أو بكى بصوت مسنف deydi shuningdek injiqlasa namoz o'quvchi qo'sqa og'rib qaqliq yo besh og'rib qaqliq yo bir kasal munosabat bilan namozda turib injiqlab qapti yoki desa yo bir ovozni qo'yib yig'lasa u nima namoz buziladi li'annahu min kalamin nas chunki adamning so'zi vaycan deyiş mesela inciklaş bu adamның sözü illa en yakuna min zikril cennet evin nar lekin o namaz o'quvchi qiroat qilib ketib jannatning zikri boyaga uchrabdi kap qapti yoki davzaxning zikri boyaga kap qapti shuning bilan jannatni o'ylab yo davzaxni o'ylab yig'lab ketibdi yoki jannat davzaxning nozu ne'matlariga chidayolmay deb ketibdi deb ketibdi bunda bo'lsa bu chaqda durust li'annahu min ziyadatil xushu chunki o xushuni ziyoda qilganligi uchun shu ichidagi bir xil qo'qish
bichorlik, Alloh taolaning oldidagi ojizligi, teshga chiqqanlikning dahdidan deb ketinglik. Ammo kasallikning dahdidan bo'lib ketsa bu durust emas deydi. Lekin ulamalarning bu haqda ixtilofi bor. Yana bu durust bo'ladi degan gap. Jihatni xuddosh yotqanda davası bo'lmaydi. Yoki asbukni salgandek injiqlavasin bo'lmaydi. Yoki bir tug'utliq ayol tuqqili qopgandek jaqirab injiqlasin bo'lmaydi. Ammo kesel holatda namoz o'qib, ya deb salsa, ya injiqlab salsa, bu namozi buzilmaydi va makruh bo'lmaydi. Demak, o'quvchilar bugungi darsimizda namozda makruh bo'ladigan, namozningki mukammalligiga daxl yetadigan nurg'unlagan masalalarni ilmimizning yetishicha tafsiliy oydinlashtirdik. İnşallah xatolik bo'lib qolsa ustimizga olamiz, to'g'risi bo'lib qolsa Alloh taolo birisinglar bilan o'rtaq shuningdan manfaatlangan nasib qilsin. Ulug' Alloh taolo darsimizda davom etgan nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va rahmatika ya arhamar rahimin. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Allohu akbar.